Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lda izlanish programmamizning 22 soniga hoş geldinglar. Bugün biz Sharq Turkiston Sürgün Hökuməti Maliya ve İqtisad Ministri İbrahim Emin efendimni söhbətimizə təklif qılдық. Söhbətimizə hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. İbrahim Emin efendimning vazifasini aytib müşkül. Maliya ve İqtisad bu pul bilan aqıdı. Hozirgi zamonimizda pul yo'q, hech amalga oshmaydi. Darvaqa bizningki hokimiyatimiz o'z qo'limizda bo'lmagani uchun iqtisodimiz hech zaman kapolatga ega bo'lib kelmadi. Xitoylar hokimiyatiga qolganimizdan beri boylarimiz davrlab, yiltizdan qirqilib, hech zaman iqtisodimiz o'zimizning qo'lda bo'lmadi. Gerçi Xitoylarning iqtisodi yuksalib, Ahir kelganda dunyoda cho'ng bir iqtisodiy davlatga aylangan bo'lsa-mu, shu banada azdir ko'pdir ba'zi boylarimiz shakllangan bo'lsa-mu, mana hozir ko'rib turibdimiz, bularningki yiltiz qirqilib, hech bir boylarimiz qolmadi. Bu davrdan mushtaq bo'lib kelayotgan. Asli biz iqtisodimizni o'zimizning mustaqilligi, o'zimizning vatan uchun ishlatishimiz kerak edi. Bu fursat vatanda asosan bo'lmadi. Ham ba'zi misollarda Gerçi pul tapqanlar bolsa-mu, hech zaman bu xiyolga kelgandek emas. Az bir misollardan boshqa. Endi bugun biz Sharq Turkiston Sürgün Hökumətining keladigan 4 yillik planı ustida paranglashimiz va shu iqtisod ustida İbrahim Emin efendi bilan paranglashimiz. Bundan keyin bundaq ishlar yoshlarning qo'lidan bekrak keldi deb o'ylaymiz. Shunga aldı bilen İbrahim efendim bilen bir tanışıp etsek, siz özünüzden bir tanıştırırsınız. Bo'ldi. Assalomu alaykum Jur'at efendim. Assalomu alaykum ekranlardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Mana ekranda hoş geldinglar. Mening ismim İbrahim Emin. Men vatanimizning Urumchi shahrida tug'ilib cho'ng bo'ldim. 2004-yili Sharq Turkiston Maliya universitetining Maliya boshqarish kasbiga bakalavr qabul qilindim. 2009-yili kasbimni oyoqqa bitirib 7-oydan boshlab 2014-yili yozga qadar 5 yil Urumchi shahriga Qiziltog'dagi Sharq Turkiston kundalik gazeti, ya'ni atalmış Şinjan gazeti basma zavodininki buğaltiri ve statistikir bo'lib ishladim. 2014-yili xizmatni istifa berib yenib chiqdim va 2015-yilning oxiriga qadar 1,5 yil tashqi suv şirketida shirkat direktor yordamchisi va buğaltır bo'lib ishladim. 2016-yili 1-oyda oilam bilan birga Turkiyaga ko'chib keldim va Turkiya 2 yil yashagandan keyin yana o'xshash 1-oyda 2018-yili Beliyaga ko'chib keldim va shundan e'tiboran shu yerda yashayapman. Rahmat. Bo'ldi, sizningki kasbingizmi iqtisod ekan, moliya iqtisod. Bu o'rinqimni yaxshi chiqibsiz. Endi siz o'zingizni o'rimchilik dedingiz. Men bu yerda bir gap qaytib qo'yay. Oldin qatam bizningki Adil qarindoshimiz fan ma'rif va diniy ishlar ministri o'zini Lopnurdan degan ko'rilni. Men Qashqardan. Biz Sharq Turkistonning ham yerdan bor. Burunqi Sharq Turkiston Sürgün Hökumətiga boshqalar haqorat yog'dirib, buni otishliqlar qurib olgan hukumat degan bir gapni qilgan. Bugun buning isboti bo'ldi. Siz bunga ishonamsiz? Shundaq, to'g'ri. Bu Sharq xalqining hukumati. Shundaq emas. Agar otishlar bekrak kuchaygan bo'lsa, biz rahmat aytishimiz kerak edi, hargizmi u gapni qilishimiz kerak emas edi. Men bu yurtning gapini qilib qo'yganim, biz ham Uyg'ur, hem Kazak hem Kırgız. Ama biz Sharq Turkistonlik. Bu bizning hukumatimiz. Hem yanınki Sharq Turkistonligi o'zininki hukumati o'zining vatani uchun kurash qiladi. Bizningki hamma yurtdan kelganlarning o'rtaq tirishayotganimiz buning bir jonliq misoli bo'ldi deb qarayman. Hamda siz bu qatam Moliya va Iqtisod ministrligiga ministr bo'lib saylandingiz. Bu vazifaning mushkulligini tushunamsiz? Shundaq, hukumatning bu qatimqi 9-chi qatimliq oliy qurultayimizda har qaysi millat vakillarimizning o'rtaq ovoz berishi bilan Moliya iqtisod ministri bo'lib saylandim. Bu bir sharaflik va bir mushkul vazifa. Haqiqatan mushkul. Chunki xalqimizning siyosiy da'vo bo'lgan iqtisodiy yordamda qo'li bilan yanchiqning orliqi bakmi uzun
buni yaqinlashtirishga amal tepish bir qadar mushkul deb o'ylayman. Agar bir g'azinasi yetarlik bir hukumat bo'lgan bo'lsa, uni iqtisodni kerakli o'rinlarga bo'lib, o'rinlashtirish to'limi nihoyatda qulaylik bo'lgan bo'ladi. Afsus, bizningki hukumatimiz o'zimiz shu xazinani to'liqlab, andin xarajat qiladigan bir ish bo'lg'achqa biroz mushkul bo'ldi, albatta. Ammo shuning ishinma, bu qiyinchiliklardan cho'qim xalqimiz bilan birlikda yengib ketamiz inshaalloh. Yani bir jihatdan mushkul deyishimdagi yana bir sabab bo'lsa, men xatolashmasam, mana o'tadigan hukumatning hisobida, hukumat g'azinasi 0 va yoki shuning yaqin bir son. Men bu sonni qanday qilib eng qisqa vaqtda 10 ming yoki 100 minglar qansiga ko'tarishim dal mening va bizning moliya ministrligimizdagi qarindoshimizning jiddiy bir o'ylashga tegishli vazifasi. Buning uchun men qanday qilib hukumat xazinasini bizning qizil sizqimiz bo'lgan mustaqillik shuarimizga daxl qilmagan asosda eng qisqa vaqtda iqtisodiy kirim yaratishning bir qancha usullarini topdim va o'ylab qo'ydim. Keyingi savollarda bir tafsiliy bir javoblar bersam. Rahmat. Bo'ldi. Asli Moliya ministrligi pul bilan bo'ladigan ministrlik. Bunun yeterli iqtisod olmasa mangmaydi. Hukumatning butun chiqimlariga Moliya ministrligi javob bo'lishi kerak. Pul bağmaşını qilsang oldu deb. Bunun için nurg'un xizmat ketadi. Gerçi vatan uchun nurg'unlarimiz xolisona ish qilayotgan bo'lsak-mu, ammo har ish uchun iqtisod ketadi. Bizning iqtisodiy qiyinchiliklarni hal qilishga yangi plan, o'y fikrlaringiz bormi? Bar, hozir yuqorida deb o'tganimga o'xshash bir qancha planni, o'y fikrlarimni deb o'tsam, to'g'ri, nurg'unlarimiz vatan uchun har xil shaklda qo'ldan kelishicha qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bizdagi iqtisodni bir yerga to'play olmaslik, bo'lib siyosiy jihatda o'rinliq yerlarga ishlatolmayotganligimizdan ishlarimiz toza ma'mayotdi deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim. Albatta, uningga tushliq bir iqtisodiy manbarimizmi yetarli emas endi hozir. Buning uchun qanday qilishimiz kerak? Buning uchun bir qancha planlarni deb baqsam. Birinchi oldi bilan biz barliq kuchimiz bilan Sharq Turkistonning to'g'ri ism bo'lgan besivilangan zamin ekanligini shu Amerika va yoki Angliyaga o'xshash cho'ng va kuchli davlatlarga e'tirof qildirishimiz kerak. Agar shunday qila olsak, biz bu surgundagi Tibet hukumatiga o'xshash million dollarlarning yordamlariga erisha olamiz. Shunda biz hukumatimizni har qaysi jihatdan teg'im kuchli shaklda Xitoy tajovuzlariga qarshi harakat qildira olamiz. Bu birinchisi. İkincisi, özümüz turayotgan davlatlarning iqtisodiy sistemasidagi qonuniy yo'llardan foydalanib iqtisodiy yordam olish zarur bo'lsa, shu sisteminingki talabiga uyg'un kelgan fond, dernek va yoki tashkilotlarni qurib chiqishimiz kerak. Biz ichimizga ham xitob qilish emas, balki buni o'zgartib sirtqa, ya'ni yerlik xalq, hukumat, chet el organlarga xitob qila oladigan bir mexanizmni qurib chiqishimiz kerak. Ya'ni cho'ng tipdagi iyon yig'ish, konferens yoki bevosita tarqish orqali pul yig'ish degandek, balki yosh bolalarimizga bekatlar, tashviqot varaqlar tarqatish degandek va kaza bir muncha nimalar bor. Buni ham qisqalam 3-4 deb o'tdim. Bu ishdan albatta biz munosabatli ministerliklarimiz bilan o'zaro kengashib elib boramiz albatta. Uchinchisi bo'lsa, aylanma mablag' hosil qilish. Ya'ni millat vakillari va yoki boshqa manbalardan yuqoriroq sommadan pul to'plab tijoriy muassasalar qurib, ya'ni hukumatga ya'ni bir tijoriy kirim yaratish natijasida hukumatni bir mezgildan keyin o'ziga tayinib ish qila oladigan holatga kelish. Albatta, hozir o'zimizga tayinib ish qilyapmiz, ammo buningdagi aylanma mablag' hosil qilgandan keyin muqim bir mablag' bo'lgandan keyin uningcha bu boshqacha bo'ladi albatta. To'rtinchisi bo'lsa, xalqimiz orasida yoki do'st, qarindosh millatlar orasidagi korxonchi va mol ishlab chiqaruvchi kishilar bilan munosabat o'rnashtirib, ulardan hunar kasb o'rganib xalq orasimizga korxonchilik, sanoatlashishni qanot yaydirib, milliy mafkur ostida boy bo'lish va bu boylikni vatanning mustaqilligini asliga keltirish, ishlatishni umumlashtirish.
Beşincisi olsa, yani ben bunun özüm birini 10 qilish ve yoki tamam ko'l qilish deb isim qo'ydim. Bu neymiş deganda, her bireylerinin bir aralashgan toplumu bo'ladi, atrofi bo'ladi. Hech bo'lmaganda 5-10 yaqin aralashgan do'st, birodarlarimiz bo'ladi. Şu siz ve yoki men bo'lgan bir kishi atrofimizga qoyil qilib, masalan, 10 ga yetkazib olsak, biz g'alaba qilgan bo'lamiz. Çünkü 100 adam desek, her biri mesela 10'ның qo'liga yig'a olsa 1000 bo'lamiz. Bu albatta o'z ixtiyorligi bilan bo'ladi. Masalan, taxminan az hisoblab 10 eurodan beri desek, ayda 10.000 euro. Bo'ldi degan gap. Hemen sen tamama ko'l bo'ldi. Hamda bu bizning dinimizmi, payg'ambarlarimizmi ayni yillarda zerikmay, terikmay, bir bo'lsa, birga, ikki bo'lsa, ikkiga odamga da'vat qilib yurib, bugungi mana 2 milliard yaqin musulmon bo'ldi dunyoda. Shuning uchun izchillik bek muhim deb o'ylayman bu jihatda. Shu yuqorqi 5 nuqtalarni bir o'ylab chiqdim men hozircha. Kallamga kelganlarim shu. To'g'ri, bilan siz dedingizki, mustaqillik o'rnini e'tirof qilgandan keyin, undan keyin chet el hukumatidan pul olish deb. Tibet hukumati mustaqil hukumat deb e'tirof qilingandan keyin Amerika hukumatidan nurg'un pul olyotdi. Ham yarın Hindiston hukumati yer berib, ularningki bir hukumati bor hamda, hatto askarim bor. Bizcha deganda, biz oldi bilan bu mustaqillik deganni o'zimizning xalqining ichiga bakrak singdirsak, ularning qo'llashiga erishib, men o'ylayman, amaliyotda yurkidan nurg'un o'zimizning xalqi Sharq Turkistonliklar mustaqillikni birinchi tanlash qiladi. Men yurkimdan ishonaman. Asosan, agar o'zini Sharq Turkistonlik deb o'ylasa, ammo buni chet ellikka bunda uqtirmoq bek tez. Chunki bizda har xil kishilar bor. Bizni yomon ko'rganlar bor. Bundaq bir o'ringa chiqarishga ular olmaydi. Chunki ular bu da'vodan pul tepish kerak. Boshqa ish qo'ldan kelmaydigan ba'zi bir maxsus da'vo bidiklar bor. Endi bu bir tez ish, ammo tez bo'lgan bilan bu bir umid bizning oldimizdagi. Biz tashviqotda, har bir usulda buni ta'kidlab tursak, to'xtamay buni jarsab tursak deyli. Shunday. Bundan keyin boshqalar bu Uyg'ur xalqi chet elda turibmi, o'zining vatanining mustaqilligini xiyol qilar ekan, tirishir ekan, mana bizga da'vatida deb bu haqqa bir odatga aylansa, bundan keyin bizning bu o'rnimiz keldi. Endi bu chet elda buni amalga oshira olsak, amaliyotda bu har bir Uyg'urning baxti. O pulni o boshqa chet el hukumati bekordan bermaydi. O'zining manfaatining foydasi uchun, o'zining manfaati uchun beradi. Biz mustaqil bo'lsak, ularga manfaat yetgani uchun qiladi bu ishni. Tibetningmi dal shunday bo'lgan. Shunga bu yo'l nayt yaxshi yo'qdi. Undan keyin boshqa barliq amallarni ishlatib, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun pul to'plasak, iqtisod to'plasak, bu bekmi to'g'ri bo'ldi. Ammo pulni to'plash kerak, lekin moliya yana hisob kitobning odil ochiq bo'lishiga, siz bu moliyani qilgan bo'lgandan keyin hisob kitobniki odil ochiq bo'lishiga qanday kafolatlik qilasiz? Haq pulni bergan bilan uning hisobini so'rab, hisobini olmasa so'yib qoldi. Biz bu oldimizda nurg'un misollar bo'lgan, bizning boshqa tashkilotlarda pulning nima ketganini bilmaydigan, xuddi bizning Uyg'ur uylarimiz yo'qolib ketganiga o'xshash. Siz shuni bir deb baqqan bo'lsangiz. Shundaq, bu nayt yaxshi va ko'rmalar qiziqadigan bir savol bo'ldi deb o'ylayman. Bu ko'plagan tashkilotlarimizda siz hozir deb o'tganingizga o'xshash ko'rib kelayotgan masalalarning birisi bu. Al bilan shuni bir ta'kidlab o'tay dedim. Bizning hukumat yillardan beri hech bir davlatdan yo vatandoshlardan pul yig'ib da'vo qilayotgan o'rin emas. O'tgan yillarda shu Solih oilasiga o'xshash, ya'ni bu yerda qistirib o'tkim keldi. Yani Seyfullah Hacı Makimiz sağlıkның dadısıga o'xshash, vatanparvar, millatparvar akalarninki shu yurikidan chiqargan vatan söygüsü, yani shu o'z yanchug'idan matlacha vatan uchun deb chiqargan iqtisodlari bilan bo'layotgan ekan. Ammo bundan keyin yuqori deb o'tilgandek iqtisod yo'llarini ichib, hukumatga kelgan iqtisod yordam mablag'larini ko'paytib, vatanning mustaqilligi uchun tig'im ko'p yo'llarni ochmasak bo'lmaydi. Gapni yig'sam, men hukumatimiz ichida har faslda
her faslda bir hesap qilish 3 oyda bir yani. Yani her yerim yılda ang bo'lmaganda 1 yilda bo'lsa-mu xalqimizga ochiq oshkora hisob kitob qilishga kapolat qilaman. Chunki ko'plar xalqimizning bu tashkilotlarni ilishni biladi, hisob berishni hech bilmaydi degan qarash bek og'ir. Bu biraz açık olsun haqiqat, to'g'ri gap. Amali shu vatandoshlar sizga yordam qilgan bo'lsin yoki bo'lmasin, siz shu bir yillik hisobotni xalq oldiga qo'ymay qo'ya olgan vaqtingizda xalq sizga undan ishonib, bular o'rinliq haq o'rinlarga ishlatibdi deganda, iqtisod o'zikidan bir-birlab asta-asta to'plandi deb o'ylayman. Rahmat. Demek siz yığılgan pulni nega xarjlaganini hisobini bermen dedingiz. Amaliyotda Sharqiy Turkiston sürgün hukumatida xizmat qilayotganlar yenidan chiqarib pul elish emas, o'zining xizmatiga yenidan chiqarib qilyapti. Siz bergan misollarga o'xshash. Bundan keyin bu iqtisod shunchalik qiyin ahvolda bo'lsa-mu, hech qanday uningdan bir og'rinmay hammasi degidek qilayotganlar. Hozirgacha buni tirishib qilib keldi. Ammo bu o'zining yildan chiqargan iqtisod bo'layotgan ish. Endi biz haqdan pul yig'amiz. Deyapmiz, agar ishlarimizni inson berib bizga pul bergidek bo'lsa, bu pulning hisobini cho'qim yaxshi bera olaman dedingiz. Shundoq. Buni biz endi bu sizning haq bizningki Sharqiy Turkiston xalqiga bergan va'dangiz bo'ldi. Biz mana bugun mush degan kuningizdan boshlab biz boshladik desak, biz hukumat nomidan bu ishni cho'qim qilamiz, shundaymi? Cho'qim qilamiz inshaalloh. Planga bu manda vaqt kirdi, biz manda ishga ishlatdik. Natijasi mundaq bo'ldi degan narsa. Demak, o'rinmanlarning bu gapni astoydil anglashini pul bergandan keyin mushning surishtirishni qilishini umid qilaman. Chunki pulning surishtisi bo'lgandan keyin yaxshi ishlanadi. Bo'lmasa pul nima ketganini bilgili olmaydi. Rahmat bu niyatingizga. Hamda sizningcha o'zini Sharqiy Turkiston fuqarosi taniydiganlarning vatanga ozdir ko'pdir iqtisodiy burchi bor deb qaramsiz? Albatta, bu o'zini Sharqiy Turkistonning fuqarosi deb taniydigan her bir vatandaşның qutlamaydigan bir vazifasi. Albatta o'zini Sharqiy Turkistonning fuqarosi deb hisoblamaydigan, Xitoylarningki shu bölgesidagi deb o'zi hisoblaydiganlarning albatta burchi bu hamda. Shuni his qila olsa. Qutlanmaydigan bir vazifasi, shunaqla sharaf bilan ado qilishga aldirashga tegishli bir burchimiz bu aslida. Ammo men afsuski bugungi kunimizda bu burchni ado qilayotganlar bekmi oz va sanoqli. Başka devletkilerin demeyli, şu Amerika, Avrupa ve şu garip devletler yaşayotgan her bir vatandaşımızın şu yerlerde algan vatandaşlığı, yani şu devletlerin ko'rgan g'amxo'rligi ve yoki menfaatlarning hammasi dal şu vatanda siqqanlarini iqtib shehid bo'lgan qahramon jangchi rahbarlarimizning, yigit qizlarimizning ve şu vatanda ingrab zulm ko'rayotgan her bir qarindoshimizning ahuzarga ko'rayotgan qarshiliklar, halovatlar deb o'ylayman. Shuning uchun har bir eylan qo'limizni yuragimizga qo'yib turib, yaxshi bir o'yinishimiz kerak. Hech bo'lmaganda shu vijdoniy burchimizni bo'lsa-mu ado qilishga vaqt bo'lmasa, iqtisodiy yordam qilib bo'lsa-mu, vijdonni rahatlatish kerak. Bu yerda bir kichik bir misol olgim keldi men. Mush qatimliq bizning oliy qurultayimizda bir akamiz ko'ziga yosh elib turib dedi bu gapni. Qarindoshlarim shu bir kun bo'lsa-mu, bir kunlik ishimiz, ya'ni bir kunligimizni bo'lsa-mu, shu vatandagi qarindoshimiz uchun bo'lsa-mu, ishlasak, bizga ozroq olsa tasalli bo'ladi. Alloh rizqimizni teg'imkan qiladi, birning o'rniga 10ni beradi, xalqimiz uchun qilsak deganda bu so'z meni xeyli o'yga soldi. Ba'zilarimizning masalan bir kunlik ish haqi 300-400 euro bo'lishi mumkin, yuqori kirim qilganlarning. Azlarning 80 yoki 100 euro bo'ladi. Mening taxminiy hisoblaganimda. Qilimiz desak, cho'qim qilimiz buni. Menchi bo'lsa har bir Sharqiy Turkistonlik
bir kun emas, hech bo'lmaganda oyda 1 soatlik ish haqqini bera olsa-mu, nurg'un iqtisod bo'ladi. Qisqasi bizda shu fidoyilik va shu beg'ishlash ro'yi bekkamchil ekan hamda haqiqatan. Cho'qim hammamiz bu ruhni o'zimizdan uyg'otishimiz kerak-da. Vatanimizning mustaqilligi hargiz undaq oson kelmaydi. Biz cho'qim melimizni, jinimizni tayyor qila olganda, shularni vatan uchun ato qila olganimizda, andan vatanni Xitoyning zolim qo'lidan tortib ola olamiz deb o'ylayman. Rahmat. Sizningcha bu har bir Sharqiy Turkistonlikning burchi dedingiz. Haqiqatan shunday. Biz ishni oddiy yerdan boshlashimiz kerak. Biz boy dedik, asosan hamma Sharqiy Turkistonlik mustaqillikni orzu qildi deb. Orzu qilgan emas. Qila oladiganini qilishimiz kerak. Eng oddiy bo'lsin. Men nurg'un odamlar bilan paranglashdim. Bizni qo'llaydi. İçinden çıkarıp kollayman deydi. Hatta yig'lab ketadi. Ammo amaliy shu ishni qilayotganlar uchun amaliy bir ish qilib beqib shuni ko'rsatsa, shu hissiyotninki ifodasi bo'lgan bo'ladi. Men hatto atrofimdagi mening tanishlarimga, insonlarga shuni jakarlaymanki, agar rost ko'nglingdan chiqqan shu gap durust bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, qani marhamat. Bizningki inan qildigan torbitimiz var. Sharqiy Turkiston sürgün dokumentining. Shuni ichib donation degan yerga kirsanglar, sizlarningki vijdoninglar aram topadigan nayt oddiy usul bor. Kichkina pul ya'ni qilsanglar, yaxshi uxlaysizlar. Chunki bir ish qildim degan, bir ish qilmadim, Xitoyning oqida mangdim deganga o'xshamaydi. Shunga men Kone deputatın akıdan siz vay dediniz bizningki qurultay vaqtida bir akimiz mushlat ekan. Bir kunlik ish haqimizni bersekmi, bu bek cho'ng ish qilgan bo'lamiz deb. Haqiqatan shu manzillarni eslab o'tirgan bo'lsak, bizning qurultayda biz nurg'un insonlarni ko'rdik. Haqiqatan ichidan chiqarib vatan uchun xizmat qildigan cho'nglarni ko'rdik, tangtishlarni ko'rdik, yoshlarni ko'rdik. Abdulahad Nur afandim bizniki baş ministerimiz dua qilib atqanida şehitlarninki ro'yiga. Nurg'un odamlar o'rtaq yig'lab ketdik. Bizda o'rtaq bir hissiyat, o'rtaq bir orzu var. Shunga biz to'plangan. Men shu qurultayda shu umidni ko'rdim. Biz qila oladi ekanmiz. Bizda mushta esil odamlarimiz var ekan deb. Bu to'rga chiqib urush emas. Bir odamninki ichidan chiqqan hissiyatni his qilish, to'yg'u qilish bu. Bu o'xshamaydi. Samimiyat, to'g'ri. Samimiyat. Bundaq samimiyat u haq yasab chiqarib bo'lmaydi. Bizda shunday samimiyat bo'lgan ekan, bu samimiyatni biz hissiyatlanibla, yig'labla o'tkazib o'tamiz. Biz cho'qim bir ish qilish orqali amalga oshirishimiz kerak. Bo'pti, sizlar Xitoydan qo'rqadiganlar bo'lsanglar, yo'shirin beringlar pulni. Ammo vijdoninglar aram topsin. Shundoq. Bir kunlik ish haqinglarni o'ylab beqinglar. Bir kunlik ish haqimni otib etdim deb atsanglar, nurg'un Sharqiy Turkiston qilmishini qilsa, xizmatni biz qilsak. Mayli bizdan qanchalik kelsa biz rozi. Bu o'tirg'i chiqqanlar nurg'un narsani badal berib turib chiqdi. Ondaq ekan, men boshqalarningmi bizning xizmatimizni qarab beqinglar. Pul versanglar hisobotini beramiz. Undan keyin sizlarni yachqinglarni azroq qo'llab beqinglar. O'rtaq tirishaylik, uningki natijasiga qaraylik. Men ashunday bir narsani degim keldi. Bu qitimli qurultayda biz haqiqatan umidni ko'rdik. Vatan uchun so'qatgan yurakni ko'rdik. Shunga bütün shu to'rda ko'rayotgan qarindoshlarningki vatanning ishiga kelganda tomuzda qo'l to'ng'ish emas, asriq midrab qo'yishni va shu orqali o'zining vijdonini aram topqizishini umid qilamiz. Chunki mustaqillik yo'lida eng qat'iy irodalar mengayotgan va Sharqiy Turkiston xalqiga birdan-bir vakillik qila oladigan Sharqiy Turkiston sürgün dokumenti. Rahmat. Hamda agar siz xizmatingizni yaxshi ishlab, har kimning hattoki chet el hukumat organlarining insofini berib, yetarli iqtisod hal qilganmi bo'layli deyli. Sizningcha buning bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga kafolatlik qilindi. Pul bo'ldi, ish hal bo'ldi. Hammamiz bilganimizdek, hozir iqtisod yani pul bo'lmay turib, qil tavratgili bo'lmaydi. Yetarli iqtisodimiz bo'lganda, yani ko'p odamlarni ishiltib,
yuqori sifatli taratqularni qurib chiqib, o'zimizning ta'sir doiralarimizni texmi kengaytib, ya'ni har davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarimizni kuchaytirib, bu orqali ta'sir doiramizni va shu davlatlarning hatto medialarga kengaytiramiz, masalan, agar yetarlik iqtisodimiz bo'lsa. Albatta pul bo'lsa har xil cho'ng tipdagi, ya'ni masalan, faoliyatlarni o'rlashtirib o'zimizni to'g'ri tashviq qila olamiz. Her devlette ana til maktablarimizni e'tirof qildira olamiz. Ularning ma'rif sistemamizga kirgizib, har bir davlatda o'zimizningki ana tilni o'qiy oladigan saviyalarga kira olamiz hamda. Agar shu yetarli iqtisodli bo'lsa. Pul bo'lsa yana xuddi bizningki sobiq Cumhur Reisimiz G'ulom Osmon Apadimning kitobi mo'jizadek mo'jizalarni barliqqa keltira olamiz. Bizning ajdodlarimizmi degan bir so'z va pul bo'lsa jangal sho'rpa deb degandek. Pul bo'lsa mushtabda mushkul bo'layotgan nurg'un ishlarimiz va vujudga chiqara olamiz deb o'ylayman. Ammo to'liq afsus mustaqilligimizni pulga setib og'ili bo'lmaydi. Mustaqilligimiz shunchalik muqaddas ishki, u bir har bir sharq turkistonlikniki bosh tortib bo'lmaydigan bir burchi. U bizdan cho'nqur aqida, tavranmas iymon ve bedel berish ro'yini talab qildi. Oddiylashtirganda qurolsiz, qural olgan jangsiz bu nishonimiz amalga oshmaydi. Hozirgi vaziyatda biz endi qo'limizdan kelgan barliq imkonlarni bilan bu nishonimizga tirishyapmiz, ham tirishimiz. Men endi iqtisodga, pulga bir ega bir ministr bo'lish salohiyatim bilan har bir vijdon egasi bo'lgan sharq turkistonlikniki şu mustaqillik nishonimiz uchun hech bo'lmasa shu qo'li bilan yanchiqning orliqini bir yaqinroq qilishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Chunki bu mustaqillik har bir sharqiy turkistonlikning ishi. Bu sizning yoki meninglam ishim emas. Albatta bu bizningla emas. Albatta bizning avlodlarimizning. Bir millatning yoki bir necha millatningki yo'qolib ketishiga yuzilanayotgan. Mushunaq bir ahvol. Bu qatim biz yo'qsak, xuddi bir hokimiyat yo'qolgandeklar ko'ringandek turgan bilan amaliyotda bir millat yer yuzidan to'liq yo'qolib ketadi. Bizlar mushtabda videolarni ko'ryapmiz. Vatanda cho'ng bo'lgan bizning avlodlarimiz qanday cho'ng bo'ladi. Ular boshqa bir tilda, boshqa bir odam bo'lib cho'ng bo'ladi. Chunki hokimiyat bizning qo'limizda emas. Ularni tarbiyalayolmaymiz. Ulardan ham og'rinolmaymiz. Uning uchun biz yana Xitoy bilan murassa yo'lini topdik deb har xil tirishchiliklarni ko'rsatib, tarixni varaqlab chiqib, Xitoylar bilan murassa yo'lini tutgan va yoki shularni maqtaganlarni ko'tarib chiqib, o'zimizga bosh qilib, har qancha tirishsakmi Xitoylar uni ilik olmaydi. Bizning oramizdagi bu ish hozir boshlangan emas, 2000 yillar burun boshlangan. Ayniqsa Mahmudin Ali apandim buni deb etdi. Onlar bilan Xitoylar urushgan vaqtda bu ish boshlangan. Septichin sepil bekor silingan. Ular o'zining ajdodlariga, o'zining avlodlariga bu tarbiyani kichik vaqtdan tatib beradi. Bizlarni bular yatlar, xurin deydi-ku bizni hatto. Hatto bu xurin degan gapni bular ochiq oshkor demas bo'lgan. Chunki uningki mazmunning o'zida bular yatlar taraqqiy qilmaganlar, biz yo'qotmasak bo'lmaydiganlar degan ma'noni bergani uchun. Ammo Xitoyninki Chimpokong degan bir so'zlaydigan bir Xitoy bor. Ashu yaqinda bir gap qilishga to'g'ri qilib, ashu gapni bu eg'iziga oldi. Eliblar aytib o'tkazib etdi, ammo bu butun Xitoyning kallasida ochiq narsa. Biz har qancha o'zgaribmi, ularning bir qismi bo'lolmaymiz. Har qanday yo'l tutsaqmi, ular uni qabul qilmaydi. Biz har qancha biz tarixda bu batchiq o'tdi bizning oldimizdan. Hamda mushu nuqtadan biz zaten qandaq bir ideologiyada kimning oqitini minishimiz kerak. Pulmi bo'ldi, vatan qurimiz deyapmiz. Lekin bizda aniq qalliq bo'lish kerak. Xitoy bilan aytishganda, Xitoy bilan biz aql ko'rish qilamiz. Aqlda yengillayversak, oxir kelganda bizning qilgan ishimizdan natija chiqmaydi. Bizga zaten qandaq qahramonlar bizga ulgu bo'la oladi degan gap. Hamda to'g'rida yaqinda yamonchiq talashlar tushilib, shu Lutfullah Mutallib apandim to'g'risi gap bo'ladi. Hamda u burun jiq maqtilib mez chiqib ketgan bir odam endi. Maqtisa tozning tumuqimi odamni qiziqtirib qoldi degandek Lutfullah Mutallibning she'rlaridagi gapni bilmaydigan Uyg'ur yo'q. Hozir
Müşahede ben 2 misra şiirini okup etey. Başa oylamay turupla şiirinin özünü oylanglar da. Ondan keyin başka gapni qilsaylar. Bir şiiri xalqimga degan narsadan mundaq yozib ekan. Ey Şinjan xalqi, xizmatga doim tayyor bo'l. Üstünlüklerini canlandırışqa hushyor bo'l. Nemiler çögülmekte Jungo beshida. Jungo, Xalqim fursat yetdi, hammaga tayyor bo'l. O'zini Jungoluk deb turib yozibdi, Lutfullo Mutalib. Xo'sh. Endi bu mening Yashqunchgilim ichilatdi degan aytanoq bir she'ri bor Lutfullo Mutalibning. Buningda millatchilik yıldızını yulib tursak, haqiqat deb maydimizni kirib tursak, Jungoning ozod ellari bo'lsak, bu mening Yashqunchgilim ichilatdi. Mustaq bu millatchilikning yıldızını qirib tursak deb yulib tursak, haqiqat deb maydimizni kirib tursak. Okey. Uning haqiqati kommunizm haqiqati. Lutfulloning kommunizmning a'zosi ekanligini, Gungchandan ekanligini hammamiz bilamiz. Jungoning ozod ellari bo'lsa, ma'nomussizlikni hamda Jungoning ozod ellari bo'lsa, Jungo ozod qilgan bir el bo'lsa, bunda ma'nomussizlik bo'lmaydi. Bu bir paket. Buni Lutfullo Mutalib yozgan. Endi biz ala bugungi kunlik kelganda biz chet elda o'r dunyoda turib, hamini bilish imkoniyatimiz bor turibmi, biz mashina talashyapmiz. Lutfullo Mutalib zodi qanday odam edi deb. Endi bizga talashyapmiz, bizning aqllarimiz, G'ulom Osmon afandim buning nurg'un misollarni ko'rsatib turdi. Buning javobini beryapti. Bir millat bo'lganmiz, pakt hurmat qilish degan bu pek cho'ng ish. Pakt oldimiz tug'ankan, oldi bilan pakt hurmat qilishimiz kerak. Bu haqqoniyat yangi. Bir millat haqqoniyat yangi bo'lmasa, menga o'zini qutqizolmaydi. Endiki gap bu Lutfullo Mutalib shundoq Xitoylar tarafidan ko'tarilib, bu aqlliq narsa kim tarafdan ko'tarildi degan gap. Xitoylar tarafdan ko'tarilib, bizga ulgu qilinib, biz shu yo'lga boshlanib, bugungi taqdirimiz shu. Hamda Xitoylar bu o'yinni to'xtatib qo'ymadi. Lutfullo Mutalibni chet elda xotirlayotgan, uning bayrog'ini ko'tarayotganlar oz emas. Endi bular shunchalik puxta yo'shiringanki, buni Xitoylar ham ko'tarib emas, ingliz tilida kitob chiqarib, xuddi g'aribliklar ko'tarayotgandek haqqi bir tuyg'u berildi. Shunga Uyg'ur xalqi qalinglarni ochiq tutinglar. Aqlli qilaylik. O'zimizning taqdirini o'zimiz belgilaydiganni o'rganaylik. Xitoylarning sizib bergan yo'liga menib turib, men millatchidim, millat uchun ish qilyotdim deb jar solsak faqat oqmaydi. Eng oldi bilan nima ish bo'ladi buni bilishimiz kerak. Bizning moliya ministerimizdek yoshlar Ibrohimdek tirishib yurib, vatan uchun, millat uchun, ash zaminimiz uchun pul topamiz deb tirishyapmiz. Biz hammanglarni bo'lsa bizga shunday bir ozroq iyoni bersanglar, biz mush xizmatni yaxshi qilaylik deyapmiz. Ammo bu yo'l cho'qim to'g'ri mengilishi kerak. Cho'qim aql bilan bo'lishi kerak. Xitoyga aql tutsaq endi bo'lmaydi. Qo'linglar yanchinglarga yaqin bo'lsin, vijdoninglar pok bo'lsin, tutgan yo'linglar to'g'ri bo'lsin. Bugun programma qatnashib bergan hammanglarga rahmat. İbrahim Amin efendimizге rahmat. Kelar qatimliq program torti yana e'lon bo'ldi. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Xayr xo'sh. Allohga emanet. Xayr xo'sh. Allohga emanet etamiz.